Shoshilinch ogohlantirish. Salom do'stlar, kanalda yangi bo'lsangiz obuna bo'lishni unutmang. Barchani Xudoyim o'z panohida asrasin. Toshkent shahri hududida kuchli shamol bo'lishi kutilayotganligi sabab quyidagi xavfsizlik choralariga rioya qilish tavsiya qilinmoqda. Yashash joylarida eshik derazalar, chordak va havo aylanish tizimlarini mahkamlash tavsiya qilinadi. Ko'chalarda daraxt va elektr ustunlari ostida turmaslik, ko'p qavatli binolar balkondagi, deraza tokchalari hamda tashqarisidagi buyumlarni imkon qadar xavfsiz joyga olib qo'yish tavsiya qilinmoqda yoki uning mustahkamligini tekshirish tavsiya qilinadi. Shamol kuchayganda mustahkam qurilgan binolarga yashirinish, yer osti yo'llariga yashirinish tavsiya qilinmoqda. Shuningdek, buzilgan binolarga kirish tavsiya etilmaydi. Shuningdek, xavfli ustunlar, reklama ustunlari, daraxtlar ortiga yashirinish taqiqlanadi. Avtomobillarni daraxtlar va yengil konstruksiya qurilmalari ostida qoldirmaslikni tavsiya qilamiz, deyiladi xabarda. O'zingiz va oilangizni asrang. Sizlarga bugun yetkazmoqchi bo'lgan xabarlar shu edi. Salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.